Ikkilengen burçak formlarını keltiraylik. Deylik. Sinüs alfa plus beta. Yığındını sinüs alfa kosinüs beta plus kosinüs alfa sinüs beta ekanligini keltirgandik bu formlarda. Deylik. Sinüs alfa plus alfa bo'ladigan bo'lsa, beta burchak o'rnina alfa kelyapti. Qo'sh formulalardagi betalarni o'rniga alfa yozadigan bo'lsak, sinus alfa kosinus alfa sinus alfa ga kelamiz. Tenglikda chap qismi ikkilengen burchak sinusiga keladi. O'ng qismichi ikkita sinus alfa kosinus alfa ga kelyapti. Shunday qilib ikkilengen burchak sinusi uchun formula keltirdik. Bu formuladan gohida teskari tartibda ham foydalanamiz. Deylikki sinus alfa kosinus alfa ko'paytma berilsa, 1/2 sinus 2 alfa ko'rinishda ham yozishlaring mumkin bo'ladi. Hop, ikkilengen burchak sinusi uchun yana bitta formula keltiraylik. Mana sinus 2 alfamiz 2 sinus alfa kosinus alfa ekanligini keltirdik. Mahrajda 1 yozaylik. Bu kasrni surat va mahrajini kosinus kvadrat alfaga bo'laylik. Shu shart bilanki kosinusimiz 0 dan farq qilsin. Shunda 2 sinus alfa kosinus alfa taqsim kosinus kvadrat alfa mahrajdachi 1 taqsim kosinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Suratdagi kosinus alfalarimiz qisqaradi. 2 tangens alfa qoladi. 1 taqsim kosinus kvadrat alfamiz asosiy trigonometrik ayniyatga ko'ra 1 plus tangens kvadrat alfaga teng. Shunday qilib sinus 2 alfani 2 tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa ko'rinishda yozishimiz mumkin. Shart shuki kosinus 0 bo'lmasligi kerak. Bunda kosinus alfa teng emas 0. Bu formulani universal formula deb ataymiz. Universal formulani kosinus alfa 0 dan farqli bo'lgan holatlarda qo'llashlaring mumkin. Yozib olasizlar. Deylik, qo'sh formulalarda kosinus alfa plus betani kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta ekanligini keltirgandik. Deylik, kosinus alfa plus alfa bo'lsin. Beta o'rnidan alfa kelsa, mana formuladagi betalarni o'rniga alfani qo'yamiz. Kosinus alfa minus sinus alfa. Hop, chap qismi ikkilengen burchak kosinusga kelyapti. O'ngda bu ikkalasini ko'paytirsalaring kosinus kvadrat alfa, bu ikkalasini ko'paytirsalaring sinus kvadrat alfa. Biz hozir ikkilengen burchak kosinusi uchun formulani keltirdik. Bu formulada kosinus kvadrat alfani 1 minus sinus kvadrat alfa ko'rinishda yozsalaring, mana kosinus kvadrat alfani o'rnidan 1 minus sinus kvadrat alfa yozsalaring, holda kosinus 2 alfa teng 1 minus 2 sinus kvadrat alfa ga kelasizlar. Mana
ikkilangan burchak kosinus uchun yana bitta tenglik. Deylik, mana bu formulada sinus kvadrat alfani 1 minus kosinus kvadrat alfa deydigan bo'lsak, holda kosinus 2 alfa teng 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ga kelamiz. Navbatdagi formula ikkilangan burchak kosinus uchun. Keyinchalik mana uchta formuladan qaysi biri qulay kelsa foydalanaveramiz. 4-chi. Deylik, kosinus 2 alfani kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa taqsim 1 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Mana bu kasrni, surat va mahrajini kosinus kvadratga bo'laylik. Mana shu shart bilanki kosinus 0 bo'lmasligi kerak. 0 ga bo'lish mumkin emas. Ifodamiz kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Mahrajdachi 1 taqsim kosinus kvadrat alfa bo'lyapti. Kosinus kvadratni kosinus kvadratga nisbati 1. Sinusni kosinusga nisbati tangensida kvadrat hisobiga tangens kvadrat alfa. 1 taqsim kosinus kvadrat alfamiz asosiy trigonometrik ayniyatga ko'ra 1 plus tangens kvadrat alfaga teng. Shunday qilib ikkilangan burchak kosinusi uchun 1 minus tangens kvadrat alfa 1 plus tangens kvadrat alfa tenglik o'rinli. Bu tenglik kosinus alfa 0 dan farqli bo'lganda o'rinli. Hamda ikkilangan burchak kosinusi uchun universal formula deb ataysizlar. Yozib olasizlar. 5-chi formula yig'indining tangensi uchun formulamiz bor. Tangens alfa plus tangens beta 1 minus tangens alfa tangens beta edi. Shu shart bilanki kosinus alfa hamda kosinus beta teng emas 0 shart asosida. Deylik, tangens alfa plus alfa bo'lsin. Balki misol betani o'rnidan alfa kelyapti. Betalarni o'rniga alfani qo'yadigan bo'lsak, tangens alfa plus tangens alfa 1 minus tangens alfa tangens alfa. Shunda 2 tangens alfa 1 minus tangens kvadrat alfa kelyapmiz. Bunda endi shart shuki, kosinus alfa 0 bo'lmasligi kerak. Xo'p, alfaga alfani qo'shsak tangens 2 alfa teng 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Mana ikkilangan burchak tangensi uchun formula. Bu formulada kosinusimiz 0 dan farq qilish kerak. Yozib olasizlar. Mavzuga doir birorta misol yechaylik. Deylik, IDCdan mana 91-misol. Bunda hozircha alfa deb 12 gradusni yozib turishlaring ham mumkin. Endi bellash kiritish majburiy emas, ixtiyorlaring. Alfani 12 deydigan bo'lsak, tangens alfa plus kotangens 2 alfa kosinus alfa sinus alfa bo'lyapti. Tangens alfani sinus taqsim kosinus deylik. Kotangens 2 alfani kosinus 2 alfa taqsim
sinus 2 alfa desak. Hop, mana bu ikkalasini ko'paytmasi boya keltirdik. 1 taqsim 2 sinus 2 alfaga teng. Hosil ichini umumiy makhraj keltiradigan bo'lsak, sinus alfa sinus 2 alfa plus kosinus alfa kosinus 2 alfa. Makhrajda kosinus alfa ko'paytirilgan sinus 2 alfa 1 taqsim 2 sinus 2 alfa. Sinus 2 alfalar umumiy ko'paytuvchi qisqaradi. Suratdagi ifodamiz ayirmaning kosinisiga keladi. Kosinus 2 alfa minus alfa makhrajda kosinus alfa ko'paytirilgan 2. Kosinus alfalarimiz qisqaradigan bo'lsa, natija 1 taqsim 2 bo'lyapti. Yozib olasizlar. Navbatdagi misol, sinus alfa 1 taqsim 3 ga teng bo'lsa, uchlangan burchak sinusi so'ralyapti. Sinus 3 alfani sinus 2 alfa plus alfa ko'rinishda bo'lakladik. 3 alfani yig'indini sinusi formulasiga ko'ra sinus 2 alfa ko'paytirilgan kosinus alfa plus kosinus 2 alfa ko'paytirilgan sinus alfa ko'rinishda yozamiz. Hop, sinus 2 alfani boya keltirdik. 2 sinus alfa kosinus alfaga teng. Mana. Demak, sinus 2 alfa o'rnidan 2 sinus alfa kosinus alfa yozdik. Hop, kosinus 2 alfani qanday yozsak bo'ladi? Kosinus 2 alfa uchun 3 xil tenglik keltirdik. Shulardan o'zimizga eng qulay sinus orqali ifodalangani kerak. Deylik, 1 minus 2 sinus kvadrat alfa ko'rinishda yozaylik. Demak, birinchi ifodamiz 2 ko'paytirilgan sinus alfa kosinus kvadrat alfaga kelyapti. Bunisi qavsni ochsak, sinus alfa minus 2 sinus darajasida 3 alfa bo'lyapti. O'z navbatda kosinus kvadrat alfani 1 minus sinus kvadrat alfa ko'rinishda yozishimiz mumkin. 2 sinus alfa 1 minus sinus kvadrat alfa desak. Demak, ifodani to'laligicha sinus orqali ifodaladik. Bizda sinus qiymati bor. Hali ham qavsni ochadigan bo'lsak, qavsni ochsak 3 sinus alfa minus 4 sinus darajasida 3 alfaga kelyapmiz. Keyinchalik bu tenglik bizga ko'p kerak bo'ladi. Sinus 3 alfamiz shunga teng ekan. Mana bu ifodaga ajratib qo'ying. Demak, sinus 3 alfamiz 3 sinus alfa 4 sinus darajasi 3 alfa ekanligi aniqlandi. Mana uchlangan burchak sinus uchun formula. O'zlaring mustaqil uchlangan burchak kosinusi uchun formula keltirasizlar. Hozircha misolimizni oxiriga yetkazadigan bo'lsak, sinus 3 alfa teng 3 ko'paytirilgan sinus alfa o'rnidan 1 taqsim 3 sinus alfa o'rnidan 1 taqsim 3 qo'ysak 1 minus 4 taqsim 27 bo'lyapti. Ayirsak 23 taqsim 27 qolar ekan. Yozib olasizlar. Navbatdagi misol kosinus 36 ko'paytirilgan kosinus 72 ni hisoblaylik. Xo'p, berilgan ifodani sinus 36 ga ko'paytirib sinus 36 ga bo'lsak, qiymati o'zgarmaydi.
Demak, sinus 36 ga ko'paytirib bo'lyapmiz. Qiymatga ta'siri yo'q. Sinus 36 ga ko'paytirib bo'lishimiz hisoblashimizni yengillashtirib beradi. Kimyada katalizator degan tushuncha bor. Reaksiyani tezlashtiradi, lekin reaksiyada ishlatilmaydi. Yoki mana sumalak pishirsalaring ostiga tosh taylaysizlar. Tosh sumalak bo'lib qo'ymaydi, lekin pishishiga yordam beradi. Shunga hisoblashimizda yordam beradi. Mana bu sinus 36 bilan kosinus 36 ko'paytmamiz. Boya keltirgan formulamizga ko'ra 1/2 sinus 2 ko'paytilgan 36 bo'lyapti. Kosinus 72. Sinus 36. 1/2 sinus 72 kosinus 72. Mahrajda sinus 36. Endi mana bu ikkalasi ko'paytmasi uchun formulani qo'llaylik. Bu 1/2 bo'lsa, 1/2 sinus 2 ko'paytilgan 72 bo'ladi. Mahraj o'zgarishsiz. Biz boya mana sinus alfa kosinus alfa ko'paytmani 1/2 sinus 2 alfa degandik, shundan foydalandik 2 marta. Xo'p, bunimiz 144 bo'lyapti. 1/4 sinus 144 mahrajdachi sinus 36. 144 gradusni 180 minus 36 ko'rishda yozaylik. 180 minus 36 desak. Keltirish formulasiga ko'ra bu ifodamiz sinus 36 ni beradi. 1/4 sinus 36 mahrajda sinus 36. Demak, ifodani boshda sinus 36 ga ko'paytirib bo'lgandik. Mana sinus 36 hisoblashimizda yordam berdi. Endi bu sinus 36 qisqaradi. 1/4. Mana xuddi sumalak pishgandan keyin toshini tashib yuborasizlar, shuni yozib olasizlar.